Ha, sizning bu razil maqsadingizni men bilmaydi deb qolmang, ha? Siz menga ziyonkashlik qilmoqchimi? Ha? Voy, bu nima deganing endi? Mening qinimda may ortib ketganligini bilib turib, menga mayliq go'shtni berib, meni burroq o'lsin demoqchimi? Hey, men sana zahar vermedim. Göş verdim, göş. Kızıkken sana. Senin kesilin bağansıp eğırlap git bardı Cuma. Bir davalansan bu kadar. Ha, siz menden çiğnevatamsiz? Ha. Abdi beşiringizni axir oshkorildingiz, ha? Undaq bo'lsa bag'u, şeyliqi g'iljanlaringiz, naynaqlaringizdan öy tutuling, ha? Men rozi. Jim o'tasam mı? Gap qilsam mı? Gap qilmasam mı? Ko'ngil bo'lsam mı? Bo'lmasam mı? Ish qilib, men qandaqli qilsam, mendan putaq topa olaysizlar, Juma xotinim. Qin deb yiqinglar. Men qandaq qilsam bo'la? Ya men uydan chiqib ketaymi ya? Ha? Mında da öyden chiqib ketib, ha, qaysi tulkijillarga ishga yo'g'li bo'lay degan, ha? Bak, kimga bir ishga yo'g'li bo'g'dakim men? Kimni o'ylayotganingizni meni bilmaydi deb qolmangchimi? Kimni o'ylabdim ha? Ko'rdingizmi qizim? Opangiz-chi hozir hammani bildigan bo'lib ketdi. Makbishingizni o'zingiz yang. Çatak yok. Zehir versen mi yeyme? Ben sana okşaş husus izlemegendikken. Voy. Dada. Voy. Dada. Dada besh bo'lmagansa? Voy, nima bo'ldi? Bo'lmaganda? Voy, odamni qo'rqitgandi. Hech yo'qdi. Ya kotun. Yani köyüp dursular Cuma. Siz qana. Acaba qo'rqatdi. Qo'yjon dada, opaslar nimda olmaq? Qo'rqitdi desa. Tasimda. Sizlar bek umoqkansizlar Juma dada opa. Bir naqsh tekisiga ilhomim kelmay turadi. Sizlar qarab bir ilhomim kelib qoldi. Azmanchi ketdimi? Ha? Ne dedi bu? Voy, buningga biz nima ilhom bergandimiz? Kızımızda çatak yok da. Elanla bakın ha. Elanla ha. İnsan işte sen bana degan, balkim shundoqdir, muhabbat degan. Vay, Adil, yaxshimisiz? Men naqshning tekisini yezib undaringizga avatib etdim. Ko'rib beqinglar. Agar o'zgartirilgan yerlar bo'lsa, desanglar o'zgartib beray. Yo'q, arzimaydi. Ma'qul. Xo'sh.
Men brokodni xato tutib qo'ydimmi? Yo'q, men ba'zan o'g'ri ko'rtinchi tutilgan yerda tutmaydigan yer tutmadim. Xo'sh, Voy nega? uyga? Voy to'xtuqna. Men nigar tekisdan vatibdi dosh. Ikkimiz bir yerda o'ltirib, og'ing'isini payya qotdilar. Hozir? Qachon qilib kelishib qilamtiqamsan? Mush vaqtidami? Voy, odosh bo'ldi, at qilaylamda. Voy nemish qilib bugun qilsak nima bo'pti? Odosh, men kunduzi idora ishildim. Kechda men yerda ishlab bak yurib ketdim deyman. Voy ag'am bo'lsang, o'zim madqini chiqarib qo'y, menga. Voy, bo'ldi, at qilaylar. Voy mang'ina o'yin ko'riblar birdan fitkizitimiz. Voy, bo'ldi. Voy o'rinliq qilmag'ina. Voy. Menga ati deb qachon qarshi ati deydi ekansan. Mavo qaytarmasini ikki qitim qaytlab bo'lgandan keyin, unda eng oxirgi misrag'i melodiyani almashtirdilar. Masalan, men sana nashtar, sen manga atgan, balkim shundaqdir muhabbet degan. Backpace chiqdimi oxirmi, ha? Naq mana shunda. Tak, hisob ketdim. Ishcha. Güzel. Men qaytarimdan bak chiroyli qo'shib oldik, ha, melodiyaga. Mana ikki qitim qaytilib aytgan ekan. Naq mana ekan bilaman. Negarmi? Azroq bir ish qila olayotgan, ha? Ozroq deb qo'y. Tekis yaxshi o'g'achqa ijodiyatni yaxshi qildim bir degina. Senma deding. Shu'g'u. Qarasa, Nima qilsa? azroq ish bor. Qo'yis ish bor. Voy tutib Can kelib o'zida qoldim. Voy nigar qanday ahvolingiz? Yaxshi. Kech tilfiq aramingiz buzib qo'ydimi? Ha, teksingizga ijodiyat qilgan to'q, teksni bak yaxshi yozibsiz. Ijodiyatni bak chiroyli chiqdi. Ha. Agar vaqtingiz bo'lib qolsa, biz ishlaydigan qahvaxonaga kelsangiz, Azmat ikkimiz bir mehmon qilib deb deyishgan-ku. Ha. Ma'qul. Ondan sanamning vaqti bo'lib qolsa, sanamni mag'aj kelsangiz. Ha, ma'qul. Ma'qulamsiz aytib ko'rchilar. Ma'qul xo'sh. Bitta. Azmat ikkimiz taklif qildik deb qo'y. Men hech kim taklif qilmadim-jimi? Voy, bu xotirjam bo'la. Hisobotni o'zim qilsam bo'ldi-ganda. Chindan qasd shoptildi deb sanamni qo'shib olsa degina. Sanam uchun qilgan ishlaring-ku bu. Omo ba. Senmi bag'o, saf uchunmi qildim-ku? Nigarmi keldi-ku? Hamma. Adash, atansini zo'lab o'ga kelgan kuchliq ijodiyatni bez bitdi. Senmi aramni yaxshi ol emsa. Men qaytdim. Ayt ko'rashdik, ha? Obda aram oldigan bo'ldim. Qo'pamsimni uzitib qo'y. Ma'qul. Voy, yaxshimisizlar? Bilan birga bak chiroyli qilib ketibsiz. Şehirden latafet, ko'zlardan muhabbet to'kilib turgan qizlar. Hoş geldinglar. Marhamat. O'ltiringlar. Kiralash. Sizga Nigardan she'riy ilmlar toza juqibdi, ha, Azmat. Ay, nima degani? Tom qapoq do'stingizdan ko'ngil azardan boshqa hech narsa yo'qmadi. Ba'zilar zot shunga loyiq. Ba'zilar kapchinoga loyiq. Biz 2 stakan kapchino buyurtaylik. Ha, ma'qul. Mardon, 2 stakan kapchino. Mana ag'ashtiringmi? Tekisdan. Hay, rost noxshamlarni qachon boshlaysizlar? Ha, hozir boshlasak bo'ldi, boshlamdi. Qo'pa. Yaxshimisizlar ko'pchilik, hammalarning mush vaqt xayrlik bo'lsin.
Dostum Azmat ikimiz yanıdan icad qilgan. Tekstni Uduldagi Nigar xonim yozgan. Muhabbet degan naqshni sizlarga sovg'a qilsak, qani, shabak. Sen kunga amr, men ayga amraq. Sen qahva xu, men çayga. Sen bek romantik, men addi sad. Men bir tim taslik, sen kaynak nakşan. Seni suyim, sen hem köysen. Bizler uzar, en şirin düşmen. Kilişelmeyiz, hem keçelmeyiz. Biz yalğızam, cüp mu emas biz. Men sana neşt, sen bana tiken. Belkim şundaqtur muhabbet degan. Rahmat. Qanaqroq chiqdi? Wow, bek yaxshi aytibdinglar. Nim degan mukammal berikish. Men bu naqshidan Nigar bilan Azmatni ko'rdim. To'g'ri. Men shunday qarayman. Nigar lekin tekstni bek yaxshi yozibsiz. Bundan keyin davomlilik bizni tekst bilan ta'minlasangiz o'g'riday. Rahmat sizga. Masalan, hech bir tekstni yaxshi yozibsiz degisim kelmaydi bu. Ko'nglida biladi. Shu. Sizlar bu naqshni maqtabmi qo'ymadi? Bu ko'nglida biladi. Shu. Lekin bu ishkinglar ko'nglinglarda bilaversanlar bo'lmaydi-da. Shu. Bu sen şudan başqani bilmemsen. Bilemezsen ciddiyleşik kaptım ben. Ya ilanlar ya başka neresi buyurutayım ya. Ya bo'ldi, shuni yaxshi oldim. Qaytamdı qadaş. Naqshanlar yaxshi chiqibdi, muborak bo'lsin. Biz bekkash qolsak bo'lmaydi. Biroq qaytaylik. Yana naqshlar batı tek ahırda. İşte quruqli mağazlı mı? Shunday yaxshi bo'ldi. Bak aldıraplı mandınlar ha. Başka bir kelime aldırak kelep uzunrak oturduğun kelesle. Deganda shu chog'da vaqtim chiqsa yozib beray. Yozib berdim. Shundaqli ma'amsiz? Nigarxon qiz. Qanda meni bu yerda qo'nsinmikin deganmi? Yo'q, qo'nsin-ku demagan. Kim pishman qilmasangiz bo'ldi. Demak pushaymon qilatdim. Nigar bu sening portmoling-ku. Bu mening portmolim ekan-ku. Boya uyga tushirib qo'yibdiman-da. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Buni ichiga qarsam, kimlik, xizmat kenishkisi, bank kartasi degandek muhim narsalar bor ekan. Shunday muhim narsalarni sizga bersam, rahmat bilan tugaydi. Menimcha Azmat to'g'ri deydi Jumo. Shu. Voy sen bular taraf ketib ketding-ku. Deyman-ku endi. Bo'ldi. Men bir o'rlashtirish qilib tashakkurimni yaxshi bildiray. Nima gapingiz bo'ladi? Rahmat sizga. Ma'qul, xo'sh. Ma'qul, xo'sh. Xo'sh. Yan vaqti. Adaş. Men dedim-ku. Bu ishkunlarcha zot bir jipga bog'lag'li. Mana qara. Yana onun bilan ko'rishtirganga bir bahon chiqdi. Mana. Ikkimizning ish qachon bir faqat mumkin bo'lmaydigan ish-ku.
Taş, ben Nigar bilen köp paranlaştım qara. O hakikaten ah ko'ngil hem sattı kız var ekan. Ayni chog'da faqat shu uydagilarning ko'nglini debla hech qanday tayyorliqsiz to'y qilibdi-ku. To'ydan keyin O'goy buni bak bo'za qilib ketibdi. Uning oltin jobdoqlaridan tortib hatto uydagi ushaq-tushak narsaga hammasini sotib qazibdi. Uni oz deb bir patman qarzga bo'g'ib qo'yibdi degan. Digar shunchalar ishlarga yana chidab, davomli o'tish uchun niyat qilibdi-ku. Faqat chidayolmay, uniga ajrashibdi. Voy, bu gaplarni menga deb nima qilsa, menga naqshimizni aytamiz. Hey. Azmat degan mal qilib bo'ldigan balkan, ha? O'g'il shu. Meningcha sen unchalar bo'yni qattiq qilmasang bo'ladi, Nigar. Bo'yni qattiqlik qilmadim adash. Ikkimizning ishi mumkin bo'lmaydi. Qandoqsiga mumkin bo'lmaydi? Sen uning opasilar mening opamni o'tirish jidalaridan xabarim yo'q. Hozir ular ot bilan suvni o'zilar. Undada. Lekin men qarsam ikkinlar ot bilan suvda qilmaysizlar. Bo'ldi haydigina. Malik berib oldigan narsam bor deb mening. Har an xudos ular choy qo'ygan kuni sen men bilan bir chiqish paygina. Ko'ngil ham sattı kız var ekan. Ayni chog'da faqat shu uydagilarning ko'nglini debla hech qanday tayyorliqsiz to'y qilibdi-ku. To'ydan keyin O'goy buni bak bo'za bir patman qarzga bo'g'ib qo'yibdi degan. Sizlarni konu o'ynayvergin. Digar shunchalar ishlarga yana chidab, davomli o'tish uchun niyat qilibdi-ku. Faqat chidayolmay, uniga ajrashibdi. Hammadat mabit olsa, sizlar bitibsiz. Sen o'ylab baxmaga birarga tekkanlikin men yig'laman, kim yig'lasa? Sen qattiq mayli yo'q. Asraq tushunmaydigan bir arid bilan yolqondikin men yig'laman, kim yig'lasa? Qilch mas'uliyat tuyg'usi yo'q. İradesi yok. Sadak yok bir erlen toyup kaldı ki. En zor kim çıksın.